Xayrli kun hammaga. Bugun men sizlarga o'zbek somsa pishirmoqchiman. Piyozimni to'g'radim. Men ozgina kartoshka qo'ygim keldi, chunki kartoshkani juda ham yaxshi ko'ramiz, oilacha yaxshi ko'ramiz. Şöyle kıymamı go'shtimni ham muzlab qolgan ekan, eritib oldim. Endi hammasini bitta qilib aralashtiraman. Jonlarim, mana somsamizning ichini ham tayyor qilib oldik. Xohlaganingizcha tabizga ko'ra ziravorlar otishingiz mumkin. Men ham xuddi shunday ziravorlarni otdim. Ozgina tereyog'i, ozgina normal yog'dan aralashtirib içine koydum. İnşallah juda ham shirin bo'ladi. Juda ham qiyomli zo'r bo'ldi. Super fresh milfoy xamiridan doim men ishlataman. Juda ham zo'r xamir, chitir hamda. Judayam chiroyli bir somsa bo'ldi. Oy, chitir. Bu somsani yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz degan somsa bo'ldi o'zi ham.